Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningdagi navbatdagi Cobalt proyektimiz tayyor holatda. Bu Cobalt avtomobilimizga BYD Han avtomobilini stenlarni o'rnatib berdik. Ideal sostenida bo'ladi. Stenlarimizda abagrev, abduflari bor komplekt. Polni elektronli bo'ladi, mana shu panel orqali boshqariladi. Hattoki passajir stenasini yon tomonda qo'shimcha knopkasi bor. Orqada o'tirgan passajirlar yoki shofyor o'zi bu stena regulovka qila oladi. Qo'l yoqqa cho'zib o'tirish shart bo'lmaydi. Mana shunday regulovka qilsa bo'ladi. Eng qizig'i yana Malibu 2 barlarni ham o'rnatib berib, Premier komplektatsiyasini, ustki qismlarini, yonchasini, stenamizning ko'chasidan перетяжка qilib berganmiz mana. Biriga bir chiqqan, mana yaqinroqdan obzor qilamiz. Perforatsiya teshilish liniyalari, choklari, ranglarigacha stena bilan bir xil, xuddi o'zini komplektida qilib berganmiz. Bundan tashqari avtomobilimizning patolog qismlarini qoraytirib berdik. 6 ta stoykasi bilan komplekt bo'ladi. Yaxshi patologichniy material bu. Arzonchi skidkadagi avtotika emas. Shunga ahamiyat berasizlar. Detallari mana qoraytirib, hammasi idealni chiqadi, garantiya bilan qilib berganmiz. Xullas, avtomobilimiz absolyutni tayyor holatda. Yangi Cobalt MCM qora salon. Shuni tormoz original, besprovодной zaryadka, barost qarang, eng ideal chiqqani shu bo'ldi, qaranglar. Xo'p, stena abagreevlar ulangan, ishlab turibdi. Parandalar hammasi kambus bilan ishlaydi. Tabloda nima yozsa xuddi shuni ko'rsatadi. Premier gul. Stenalarimiz ham idealnisdan podbor qilib o'rnatib berdik. Mana shu yerda mana bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Bu shofyor yoki orqadagi odam uchun udobstvo. Stena o'zida ham bor, abdufi ham, abagreevlari ham bor, hammasi ishlaydi. Xudo xolisa idealni sosteniyadagi BYD Han stena o'rnatib berganmiz. Avtomobilimiz absolyutni tayyor holatda. Qolgan ishlarga keyinroq kelamiz, zararni qilib turaylik dedilar. Shumka qilamiz. Monitorni zo'ridan qo'yib beramiz. Malibu rul, tablolarigacha o'rnatib beramiz okamlarga xudo xolisa.